Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bugun biz xudo xolasa penablok ishlab chiqaradigan joyga kelganmiz. Bu joydagi ma'lumotlarni xudo xolasa to'liq berishga harakat qilamiz. Akamiz biznes boshlaganlar, xudo xolasa mana shu bizneslari yaxshi ketyapti ekan. Bu biznes bo'yicha ma'lumotni berib boramiz. Bundan tashqari shu penabni o'yladi, ishlab chiqarish jarayonlari qanaqa bo'ladi, nima protsess ketadi va narxlari qanaqa, akamizda qanaqa uslugalar boshladi. Sizlar bilan bir qator gaplashamiz. Aka, hormang, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Aka, bu biznesni boshlaganingizga necha yil bo'ldi? Bu penablok, gips bloklarimizni boshlaganimizga bu yil 3-yili, xudo xolasa. Aka, masalan bitta mana shu penablokni ishlab chiqarayotganingizda qancha mahsulot sarflaysiz? Nimalar ketadi, aka? Buni har bir donasini ichiga 10 kilo gips ishlatamiz. 10 kilo, 10,5 kilo gips ishlatiladi mahsuloti. Suv, keyin pena, kukun ishlatiladi. Sementi har bittasiga 700 grammdan sement ishlatiladi. O'zi standart holatda o'zi 700 bo'ladimi? Yo'q, 500, 400, 500 bo'ladi. Bizkilarda endi 700, 400, 500 qo'shsa ham bo'laveradi buni. Bizkilarda 700 sal qattiqroq bo'lishi, yana ham mustahkamroq bo'lishi uchun 700 dan qo'shamiz har bir dona g'ishimizni ichiga. Tushunadi. Ma'lumot o'rnida aka bir qator razmerlarni tushuntirib bersiz. Keyin sizda qanaqa razmerlar ishlab chiqarilyapti? Razmerlarimiz aka, agar uyga uriladigan bo'lsa, buni yotqizib uriladi. O'zi aslida biz tikka qilib quritish uchun teramiz. Uzunasi 60 bo'ladi, bo'yiga 20, eniga 30 sm bo'ladi. Shuni uyga bemalol qurib ishlatilsa bo'ladi. Issiqdan sovuq o'tkazmaydi, xudo xolasa mag'larga garantiya beramiz. Endi buni yana bittasi bor. Mana bu perigorotka deyiladi bunisi. Uylarda to'sish vazifasini bajaradi. Eniga 12 bo'ladi buni. Bo'yiga 30 bo'ladi, uzunasiga 60 bo'ladi. 60 razmeri. Buni ham shu hammasini mahsuloti bir xil bo'ladi aka. Bu ikkinchi nimasi? Varianti. Tushunarli. Bundan tashqari qoliplar qilgansiz aka. Bitta qoliplarni ko'rsak bo'ladimi? Ha, ko'rsating, ko'rsataman. O'zi biz bugun dam olishgan ekan, o'sha vaziyatda keldik akalar. Tozalash ishlari hali bo'lmagan ekan. Shundoq ko'rsatib yuboraylik dedik. Ha, ko'rsataveramiz aka. Nechta xodim ishlaydi aka qo'lingizda masalan? Hozircha 3 ta. 3 tacha odam ishlaydi. Ha. Bu mana nima? Mana bundan boshlaylik aka. Bunimiz pena deyiladi. Shu nimamizga, gipsimizga qo'shiladigan penasi bo'ladi. Ular tayyorlab olinadi. Ichida suv bilan, dorisi bor, o'sha kukuni bilan qo'shiladi. Pena qilib chiqarib beradi bizga. U ham g'ishga aralashiladi. Yo'q, asosiy apparat bu emas. Asosiysi mana bu o'zi oddiy narsa. Uning ichida murakkab narsasi yo'q buni. Mana shu qolipi bo'ladi, tikka qolip bizniki, yotma qolip emas. Ichi ishlash osonroq bo'ladi tikkada. Keyin g'ishlarni sifatli choklari tekis chiqadi. Qoliplarimiz endi yangi, hozir sizlarga dicha eskiga o'xshab ko'rinyapti. O'zi yangi. Mana bu loqilaydigan bachoyimiz bo'ladi. Bu ham oddiy mana aka. Loy tayyorlab bo'lgandan keyin quyib olish uchun eng oson variantini qilib olganmiz. Gips solinadi, suv quyiladi, pena qo'yiladi, sement tashlanadi. Bo'ldi, mikserda bitta aralashtiradi, loy tayyor. Baqa olib quyilaveradi. Quyish ham osonlashtirib olganmizda shunaqa narsalar qilib. Mana shu qolipimiz mana ochilishi, mana ochilgandan keyin bitta g'ish bo'ladi. Gidayda bir 10 minutda qatiydi g'ishlarimiz. Loy tushgandan keyin olib chiqib teriladi. 15 kun, 18 kunda urishga tayyor bo'ladi. Quriydi, 15 kun, 18 kunda tayyor bo'ladi. Tushunarli. Mana shu qolipimiz mana. Ularda o'sha qiyin joyi yo'q. Bitta yog' sepiladi, surkaladi yog'ni, qolip teradi. Mana ularsi o'sha tayyor, terilgani. O'sha loyda qilib quyiladi hammasiga, to'lgandan keyin bo'ldi. Shundan yechiladi, mana shu holatda bo'ladi. Yechib g'ishni o'sha aravachaga yuklab olib chiqiladigan, tashqariga olib chiqiladi. Shu unaqa qiyin, murakkab joy yo'q. Eng oson ish mana shu bizniki o'zi biznes nima qilish bo'yicha-ki. Tushunarli. Bundan osoni yo'q. Katta xarajat bo'lmas ekan. Ha, bunaqa katta xarajat bo'lmaydi. Startga olsa, sotib olsa bo'ldi. Ha, shu chiqariladi, qurigandan keyin sotiladi. Eng osoni mana shu aka. Aka, masalan, aytyapsiz, quruvchi akalarimiz bo'lsa, tadbirkorlar bo'lsa, aloqaga chiqsa, katta miqdorda ishlab chiqarib beramiz deyapsiz. Hozir mana shu yerda nechta g'ish bor aka? Hozir batta mana shu ichkaridagi ko'rganingiz, tashqaridagilar bo'lib, hozirgidek bir 10 mingtadan oshiqrog'i bor, tayyor. Tayyor. Ursa bo'laveradi mana shular. Agar ko'proq zarur aytib zakaz qilishadigan bo'lsa, ularga ham zakazimizni yetkazib chiqarib beraveramiz. Bu brendingiz nomi shekilli, Eko. Ha, Eko bloklari. Akalar mana brendlarining nomi Eko bloklari ekan. Bular qanchadan endi aka? Narxini ham bilib ketaylik. Xo'p, bir donasi aka 10 ming so'mdan
dastavkasi ichida yetkazib beramiz. Qanaqa dastavka? Hozir dastavkasi ichida deyapsiz. Masalan, O'zbekiston bo'ylab odamlar ko'radi aka. Shuni hisobini ham olish kerak. Xo'p, hozir bizda Dastavkasi mana shu qanaqa? turgan joyimiz Kirgili, xo'p, Tashlaq, Marg'ilon, Qumtepa, bag'i Farg'ona mana shu yerlarga o'sha 10 ming so'mdan yetkazib berishi ichida dastavkasi bilan. Tushunarli. Akalar, ma'lumot o'rnida shu Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Nadirmatdagi joyda turibmiz. Mana shu yerda ishlab chiqarishadi akalarimiz. Shu shahar ichiga dastavkalari bepul deyaptilar. Endi Toshkentdan Attanmatdan chiqadigan bo'lsa qanaqa bo'ladi aka? Endi shahar tashqarisiga bo'ladigan bo'lsa aka, Toshkent, Samarqand, uzoqroq joylar bo'lsa, lekin bu 10 mingdan dastavka qilib bera olmaymiz. Iloji boricha dastavkasini yetkazib beramiz. Ozgina qo'shilib qoladi. 10 mingdan emas, uchicha qo'shilib qoladi aka bunga. Yetkazib beramiz akalarimiz. Xuddi shu holatda yig'ishlarimiz boradi ekan. Biz kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda tashqari shahardan tashqarisiga kelishilgan holatda dastavka qilib beramiz aka. Yana bitta yangilik bor deyapti-siz, pena lombos. Ha, uni ham yo'lga qo'ydik, 3-4 kun bo'ldi aka. Endi hozir batda ko'rsatib beramiz desa ilojimiz yo'q. U ham xuddi shunaqa mashina mahsuloti ketadi. Hali hozirgi eski loybos sharda o'shaning o'rniga bu yana ham yengilroq, mustahkamroq bo'ladi. Loyni o'rniga shunday quyib yuborilaveradi bu. Lombos ham deyiladi, tomga loybos pena quyish ham deyiladi. Nomi shunaqa, lombos ko'proq aytishadi. 5 sm dan 15 sm gacha quyib beramiz aka. Bu qanaqa aka kvadratlari? Uni 1 kvadrati minimalniy eng arzoni hozir o'rtachasi 5-6 sm 30 ming so'm. Akalar, mana ko'rib turganingizdek pena blok bo'yicha ma'lumotlarni ham berdik, narxlarni ham aytib o'tdik. Xudo xolasa agar sizlarga zarur bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Akamizning nomerlari ekranda turibdi.